Qaysi bir SPF organizm uchun zararsiz? Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingiz xulosa chiqaring. SPF kremlar ikki xil filtrli bo'ladi. Kimyoviy filtrli SPFlar va fizik filtrli SPFlar. Kimyoviy filtrli SPFlar terini epidermis qavatiga singib, quyosh nurlarini terini ichkarisidan parchalaydi. Xususiyati teriga darrov singadi. Oq qatlam hosil qilmaydi. Yengil teksturali bo'ladi. Ammo ba'zida allergiya berishi mumkin. Fizik filtrli SPFlar quyosh nurlarini terini ustida himoya qatlamini hosil qiladi va quyosh nurlarini oynadek qaytaradi. Ya'ni teriga singmaydi. Bolalar uchun ko'proq tavsiya qilinadi. Sezgir terilar uchun esa mos. Deyarli allergiya bermaydi. Qalin teksturali va oq qatlam hosil qiladi. Shu videoni tagida esa kimyoviy filtrlarni nomini va fizik filtrlarni nomini qoldiraman. SPFingizni tarkibini o'qib bilib olishingiz mumkin. Endi siz qaysi filtrli SPF tanlaysiz? Kommentariyalarda qoldiring. Har doim go'zal va sog'lom qoling.